Abdurash aka, ko'pchilik endi o'ylashi mumkin, mana shu qo'yxona qanchada yig'ilib sochiladi? Bir yarim soat, 10 minutlarda yig'ilib sochiladimi aka? 2 minut, uzoq kelsa 3 minutda yig'ib qo'yadi. Chachib qo'yiladi, yana 2 minut, 3 minutda terib qo'yadi. Ya, qo'ysiz. Mana hozir so'z isboti bilan kelinglar valla. Mana uni bitta yig'ib yuboraylik. 2 minutda yig'iladi deysiz. To'xtang, soatga qo'yib qo'yamiz. Hozir to'xtang, bitta telefon beringlar, bitta soatga qo'yib qo'yamiz bitta bo'lmasa. Shu o'rtasini bosish kerakmi? Startda. Bu mana sizlar ko'rinish uchun. Hop, hozir mana to'xtaydi. Boshladi mana. Ketdi mana. Mohol, sana ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Qaranglar, to'xtataylikmi? Qayerda to'xtadi? Stop. Sen mana hozir to'xtatguncha ancha vaqt o'tib ko'rdilar. Hop, 2 minutga deyarli bormadi aka, yig'ib Bo'lmadi. Yo'q, hozir bitta 3-4 kishi yordam berdi. 2 kishiga 2 minutda chachadi, 2 minutda yig'adi. 2 kishi bo'lsa. Hozir ko'pchiligimiz uchun tez bo'ldi. Ha. Lekin o'sha 2 kishiga bemalol qulay 1-2 minutda yig'ib sotib qo'yadi. Kishilar ham bemalol yig'ib qo'yadi. Ko'tarib aqaroqqa olsa ham soya salqin joylarga qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Narxi qancha aka mashina? Narximiz aka, mana holatda 2,5 million so'm baho aytyapmiz. Har bir xonasi kletkasiga 1 million 250 ming so'mdan tushadi. Agar tom qilib beringlar desa, tomiga 500 ming so'm qo'shilib qoladi. Ha, bo'ldi, mana desa aka.